Akalar ishonasizlarmi yo'qmi? Cobaltga shu darajada zo'r tushadi deb o'ylamadim, to'g'rirog'i. Mana BYD qiyin sidinasi bor, akalar, qaranglar, Cobaltga shunaqa bespiritik, как zavod Cobalt uchun chiqqanda desam bo'laveradi. Bakoy poddeshkali, qizil chok, redline. Bu eng asosiysi akalar, buni komforti. Komforti juda ham yumshoq. Uzoq joylarga yursanglar charchab qolmaysizlar, ko'rasizlar. Knopkalari, bellashtiradigan payishni qoplari, abduf, sovutadigan, isitadigan tizimlarigacha ulab berganmiz. Yangi sidina, akalar, masri sidina olasizlar. Endi buni orqasi, akalar, eng asosiysi mana buni qaranglar, bez zazor tushgan. Men to'g'risi Cobaltga birinchi marta qo'yishimiz. Men bunaqa darajada komfort, bunaqa darajada plotni cho'tki tushadi deb o'ylamadim akalar. Men qorong'ida obzori endi qanaqa bo'lishi mumkin, bilasizlar. Cobaltning orqasida bari patsaganchik bo'lmaydi. Bunda bar patsaganchik hamma narsa bor. Akalar, buni qalinligi ham xuddi Cobaltning o'zini sidinasiga qalin, kojinli elektropaket sidina. Kim keraksa aloqaga chiqinglar. Cobalt kami Gentraga deysizlarmi? Inshaalloh zo'r narxlarda qilib beramiz. Buni narxi nisbatan juda ham arzon chiqqan, ulgurib qolinglar. Bunimizdan soni cheklangan. Hozirgi paytda chegirmada ulgurib qolinglar akalar. 31-dekabrgacha hamma sidinamizga chegirmani zo'rni qo'yamiz. Bosib boradigan joy. Lekin bu videoni iloji boricha Cobalt haydaydigan akalarimizga sirosini jo'natib qo'yinglar. Qo'limdan kelgancha imkon qadar men obzor olib berishga harakat qildim, lekin qorong'i bo'lishiga qaramasdan nima deydi, kam ko'stiga rozi bo'lasizlar akalar. Lekin bu videoni iloji boricha maksimalni Cobalt haydaydigan akalarimizga sirosini jo'natib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Chunki haqiqatdan zo'r tushgan akalar.